Salomdan avvalo boshlang so'zni, ko'ngilni jo'r etib ko'ngil nazmiga. Baxtiyor bu davlat chorlaydi sizni, bugun o'zbek elim bayram bazmiga. Xush kelibsizlar aziz ustozlar va mehmonlar. Bugungi 1-V sinf o'quvchilarining Barkamol avlod yurt tayanchi shiori ostida bo'layotgan tadbirimizga xush kelibsizlar. Ushbu tadbirimiz sizga xush kayfiyat taqdim etsa, biz juda xursand bo'lar edik. Keling azizlar, bugungi vaqtli davron porlog'imiz, barkamol avlodimiz, nurli kelajagimiz bo'lgan bolajonlarimizni sahnamizga chorlab qolsak. Ana marhamat. Mustaqil O'zbekistonimizda osoyishta hayot hukmron. Osuda turmush bizga baxtiyor avlodlarga nasib etgan. Tinchlik, muborak so'z, muqaddas kalom. Keksalarimiz duosida, ezgu niyatlarida ushbu so'zni takror eshitamiz. Keling azizlar, endi bolajonlarimiz sizga o'z bilim va san'atlarini namoyish qilsalar, siz muloqot tomosha qilsangiz. Aziz o'quvchilar, sizlarning mustaqil yurt, ona vatanimiz to'g'risidagi bilimlaringizni sinash uchun bir necha savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Bu savollarimga javob berasiz. Qani ayting-chi bolajonlar, vatan deganda nimani tushunamiz?
savol sizlarga mustaqillik deganda nimani tushunamiz? Qani kim javob beradi? Rivojlanish. Mustaqillik bizga nima beradi, bolajonlar? Kim javob beradi savolimizga? O'z erkini bilish. Judayam to'g'ri bolajonlar. Endi birinchi sinf o'quvchilarining ona va yurt to'g'risidagi she'rlariga navbat beramiz. Mardlarning yodi har dam jodir yuragimizda, yurtni asrash bizning ham orzu tilagimizda, yurt mehridan yurakda yonar otash alanga, himoyachi bo'lurmiz aziz ona vatanga. Otajonim, onajonim, o'zim dinlar saqlay vatanga bo'l. Sodiq ishonchingizni oqlaydi. Burch ota-ona oldida Allah o'qishda burchib harbiy bo'laman men, ha burga yetadi kuchim. Shu yurt deb, shu el deb tashlaymiz qadam, jo'shan xalq mehridan qalbdalanga, jonimiz fidodir qutlug' vatanga. Ona vatan muqaddas, osmon suv aziz diyorimiz, osmon yarimiz oqiyamiz sirdan farzandlik bo'lsin, mard botir fidoyi o'rganlarimiz. Muqaddas burch vatanni matonatla asramoq, mustaqil yurt jontanni mehr u otla asramoq.
Dunyoda vatan so'zidan aziz va yurakka yaqin kalom topilmagani kabi vatan himoyachisi bo'lishdan ortiq shon sharaf ham yo'q. Vatan mazkur tushunchalar bir-biri bilan chambarchas bog'langan bo'lib, asrlar o'sha ajdodlarimiz o'gitlarida xalqimizning bunyodkorlik ishlarida yashab kelmoqda. Hozirgi navbatni o'quvchilarimiz ijrosidagi vatan haqidagi she'rlarga beramiz. U temir qushil oson bulutlarga ko'tarar, endi yurtimizda omon, osmonimiz bexatar. Yo bu bo'lsa bu ketolmas, urib tushirsin. Agar do'st bo'lsa nishon olmas, uchib yurar bekmon. Harbiylar doim shakar gulobdan shadam qadam tashishi vatanga bo'lib sodiq. Har qanday joyda tanklar qiynamay o'tib olar, hujumga shay yovga tez yetib olar. Shaxta qushlar mudirar, osmonda bir yulduzi yo'qlik, chegarachi yo'l uzra, askar ko'zini yumgan yo'q, chegarachi uxlamas, sarhadlarni kuzatar, pasma bir yovda xavf yetar. Kuch qaynar bilagida, o't yonar yuragida, postiga sevgan juda vatanimiz o'g'lonlari, deydi tinch bo'lsin osmon, zaminda yetilsin dam, el sokin olsin orom, vatanim o'g'lonlari. Ona yurtim omon bo'l, shuda yog'och daraga, sen uchi xalqi uchun yonar zafar yuragim. Desancha menda osmondan tushibga, parishta istatsam yo'llarni qo'lga irg'aladi, tog'lardan keshar, hamla qilgan yo'llarida tez topishar. Endi navbatimizni 1-sinf o'quvchilari tayyorlagan harbiycha raqsga beramiz.
millat, tirikdir iftixor, tirikdir g'urur, xotira elni xalq etguvchi qudrat, xotira ertani yoritguvchi nur. Navbatni Mangi olov haqidagi she'rlarga beramiz. Mangi olov yongan xotira yurakdan o'chmaydi, sira o'tar zip-zip ko'z oldimizda, goho zina, goho xizra. Qadr nima, xotira nima, xotirasiz qadr bor dema. Shahidlarga el yurt qimmati, ehtiromi cheksiz qimmati, jasorating abadiy o'g'lim, sof oltinning baland qimmati. Noming bugun zar varaqlardan, har bir yurak qalb chiroqlarda, mangi olov yonmagay, toki qalbimizda sen ardoqlarda. Qizlarimiz ijrosida tayyorlangan binafsha raqsiga beramiz.
barchadan mehribon farishta ona. Navbatimizni sinfda o'quvchilar tayyorlagan ona haqidagi so'zlarga beramiz. Ona kabi boshqasini quyosh, ertalab qizim, mening ustozim. Onangni rozi etgan zamon seniga zamon zamonu osmon seniga agar otangni ham rozi etarsan, ulfatli olam kerak. Yurtlar ko'pdir bir-biridan ziyoda, O'zbekiston go'zal ziyoda, for o'lkamga baxtli yashar, tilagim istiqlolni janji yuragim. Ustoz dilim bahorim, buloqday beg'uborim, ishimga serjobim omon bo'lib tursin. Sizga dil yurakdan asragan so'zim, so'mangu ta'zimda turaman o'zim, ezgulik yo'lda tormas ustozim. Sizga qanday ta'rif kerak sizlar, chunki qalbi jo'lar, bir bilan men dedim shunday, ustozlarga o'xshagim kelar, o'g'izlarim quloqqa ila desayman, o'z-o'zimni har qadamda bir ma'no terib, ustozlarga o'xshagim kelar. Navbatimizni kasb haqidagi so'zlarga beramiz. Kasblar ko'pdir dunyoda, bir-biridan ziyoda. Kasb hunarni egallar, ishtiyoqqa egallar, orzular bo'lsa yurak, bajo bilan sizga qanday jurnalist yo bo'lsa jurnalist xabar bersam va elektron pochtalar yuborsam uni bildirasiz. Bolalarga qarab doim u vaqtidagi oyimdor yeriklar bolalarga dard bor joyda etak darmon bor, buni bilan shifokor. Shunday kim bo'lsa bemor tuzalishiga tayyor. Sartarosh, go'zallikni sevaman, sochlarni qiymatlayman, chiroy berishni emas, men sartarosh.
degan chorlov yangrab qoldi. Ma'rifatli yuraklar bu hikmat ruhini anglab qoldi. O'yinchoqning o'rni bo'lak. Liboslar eskilar bir kun, kitoblar ilm ziyoni asrar bag'rida bo'ldi. Besh tashabbus qanotida sezib zamon kitobini, sovg'a qiling farzand yigitga yaxshi ko'rgan kitobini. Navbatni birinchi o'quvchilari tayyorlagan quyidagi bo'lim. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Ammo bir yerga qilmasdan, peshonaga urmasdan, kunduz pichoq bermasdan, bolaga kitob bering. Dersiz so'zlash kerak, oltin o'qish kerak, Xudodan qo'rqish kerak, bolaga kitob bering. Bola o'qish okaptar, dunyolardan bexabar, yo'qlik topmay xabar, bolaga kitob bering. Internet deyar albaho, undan aql zahar, zot demay rozmazat, bolaga kitob bering. Sizga imlar tuzoq qabr, qadr choq, ming astag'firulloh, bolaga kitob bering. Ko'zi ochiq ko'rmasdan, shayton yo'ldan urmasdan, otadan yuz burmasdan, bolaga kitob bering. Ko'zlarni ochish kerak, g'aflatdan qochish kerak, qanot chiqarish kerak. Gullar quchib yurganlar, gul saroylar qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Endi o'quvchilarimizni buyuk bobo kalomlarimiz siymosida tomosha qilamiz. Sohibqiron aytar, ey farzandlarim, ko'zimning qarog'i, jon dilbasarim, millatning dardiga darmon bo'lingiz, bo'shashtirmang mening bo'g'im bandlarim. Yetaklagan g'azal mulkiga Mirzo Bobur Navoiydan so'ng turkiy tilning asl tojini kiygan Bobur Navoiydan so'ng osmonlarda nur ko'zlaringiz charaqlaydi, yulduzlaringiz amin shiur ruhi bo'lib yor, yashnamoqda ozod diyor. Samarqandda bordaysiz nigor, ey munajjim Ulug'bek bobo, fan kursida yashaysiz hamon, ardoqlagan jahon zamon, o'chmagaydir hech izlaringiz, biz yerdagi yulduzlaringiz. Chaynashda tishlar ojiz bo'lgan taomni yopma, taomning yomoni bo'l, qoringa bo'lgan ofat. Bir achar og'al zabondir, umri boqiy, omon-omondir g'azallari fidonjondir, Navoiy bobolar qutlug' qadamlar. Navbatimizni o'quvchilarimiz tayyorlagan Andijon polkasi raqsiga beramiz.
o'quvchilar tayyorlagan fasllar haqidagi she'rlarga beramiz. Navbatimizni qizlarimiz ishtirokida tayyorlangan qizlarjonlar raqsiga beramiz. Endi navbatimizni o'quvchilarimiz tayyorlagan fasllar haqidagi she'rlarga beramiz. Yetim istiromga kelayotganimizda hayotdan navoiya bitgan sohida o'zligi muborak, O'zbekistonlik mavjud bahor kelin chaqmoqlari sepilmaydi olamga, ko'rib ko'zi qo'nmaydi boygacha qo'l olamga. Sen yaproqdagi shabnam fasllarning sarasi, ko'k qushlar o'tlagan yaylovlarning bahorning ko'klami so'zi muborak, qizlarning chiroyi nozi muborak. Yangi kun, yangi yil, yangi tilaklar, olib kirgan Navro'zi olam muborak. Davra qurib turnalar boshimizda ana, budir qismati bazma ana yangatadi, atir patir qismati zaysmas
poetik bir asr. Buna qiladi undan nelar bor. Qushlar uchib ketdilar, uzoq mamlakatlar yana ortga qaytishar. Bahor kelsa sizlarga ayni ko'klam paytida ular qaytgan bo'ladi. Sayrog'i tovushlarga butun olam to'ladi. O'tgan halolli, hamyon tilolli, hamma bozor biz bozor, terakchi tiloladi. Qor parchalar, oq kiyadi archalar, qir adirlar qorlar, oq kiyimga oralar. Keldi ko'klamga bosoy, bizlar sevgan issiq yoz, ekin usti yerlarda, bug'doy pishdi qirlarda. Navbatni qizlarimiz tayyorlagan uchala qiz raqsiga beramiz. Marhamat, tomosha qiling. Yarimi qora, yarimi oq, qardan bolamiz sinoq. Navbatni birinchi sinf o'quvchisi Shirinqulova Shahzoda tayyorlagan she'rga beramiz. Yurtim tuprog'ingga kirib kelmoqda, hirotdan navoiya bitgan shoxdir. Xayr aziz mehmonlar, ota-ona, ustozlar, sizlar kuylashingizni tashkil uchun tashakkur. Barchangizga minnatdorlik doim salomlar. Bayrog'imiz serpilar, dengizchi hayotsular bilar, qo'llarida vatan tinchligi turar. Samolyotning ovozi gumburlab ko'kni qushni bizning osmonimizdan kimlardir uchib o'tdi, lekin qorong'u tunlar kunduzdan to tonggacha zebchi tayyor turar, osmonlarga nur sochar.
yetib qoldi. Ota-onalarimizdan sizga chiqmoqchi bo'lsalar, taklif etib qolamiz davlatga. Ota-onalar. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar va shirindan shakar ko'zlari quvnoq jajji o'g'il qizchalarimiz. Tadbirlaringiz juda chiroyli o'tdi. Ustozjon, sizga kattakon rahmat aytaman. Chin ko'nglimdan shunday bolalarni chiroyli qilib, bir-biridan quvnoq qilib, raqslar qilib chiqqaningiz uchun sizga kattakon minnatdorchilik bildiraman. Shaxsan radiochilarni nomidan va kichkinagina o'zimizni radiochilarimiz bilan birga ozginagina arzimas bo'lsa ham sovg'amiz bor, shuni qabul qilib olasiz. Siz bunga arziysiz, to'g'rimi, hurmatli radiochilar? Bitta qardoq cholamiz. Hamisha shu gullarday ochilib, sochilib yuring. Tabriklaymiz yana bir bor hammalaringizni. Hayajonlanyapman, o'g'limni birinchi bayrami to'g'risi. Hurmatli ota-onalar, bitta ustozimiz gapirib o'tdilar, hali tadbirimiz tugagan emas. Assalomu alaykum, avvalambor hurmatli ota-onalar. Mana bugun jajji farzandlaringizni birinchi maktabdagi ilk bayramlaringizni juda chiroyli tadbir qilamiz deganik, ba'zi kamchiliklar bo'ldi, shoshilishlar bo'ldi. Navbatda yana kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr, farzandlaringiz birinchi chiqishlari, o'zlarini sahnada tutishlari, mana shu she'rlarni talaffuz qilishlari hali kamchiliklari bor. Birinchi uchun ko'p nimalar xatoliklarga yo'l qo'yishgan bo'lsa, qolib ketgan bo'lsa ba'zilari she'rlarni ayta olmay, xafagarchilik bo'lmasin, nasib bo'lsa hali 4 yil davomida chiroyli tadbirlar qilamiz. Ko'p bayramlarimiz bor. Shunda qolganlarini to'ldirib ketamiz. Sizlarga e'tibor uchun rahmat. Yaqindan yordam berganlarga minnatdorchilik bildiraman. Yanagi bayramlarda faolroq bo'lishimiz umidida.